Mana shu kana. Agar bunga be'tibor bo'lsangiz, mol nobud bo'ladi. 7 million, 8 million, 10 million, 20 million so'mlik molni ham qulatadi bitta mana shuncha tovuqning kanasi. Lekin men bu yerda hozir 10 ta mol bo'ladigan bo'lsa, bitta molga o'rtacha 400 ming so'm usta haqqi bilan rasxod bo'ladigan bo'lsa agar masalan 10 ta molingizga 4 million so'm bitta sezonda, balki 2 marta ushlashi mumkin bitta mol. Lekin men shuni sizlarga 15 ming so'mlik spirometrin bilan oldini olishni o'rgataman. 2 millilitr spirometrinni 1 litr suvga aralashtirib turib, haftasiga bir marta molimizni mana shu qulog'ining orqasidan bu tarafiga mana shunday yo'taladi kana bo'lgan kasal. Mana shu polni sepib, chatanlarning orasi dumini tagi bilan sepib abrabotga qilsa agar haftada bir marta tog' issiq ketguncha kasallik kelishi xavfi 90% ga kamayadi. Yozda sezonda siz buni o'ylashingiz mumkin. Bu yo'tal bo'lgan yo'q qishda o'pkasi ketganda faraz qilib antibiotik qilib yursangiz aka, o'sha qonni qotiradigan dorilarni ishlatmasangiz aka, mol nobud bo'lishi mumkin. Bu videoni o'sha qancha bitta mol boqadigan bo'lsa ham tanishingizga jo'natib qo'ying. Moliga be'tibor bo'lmasin, manfaatli bo'ladi. Sizlar bilan Romavetuz bo'ldi.